هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan tefsiri 7. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Furqan suresi 7. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Müşrikler Muhammed aleyhisselam'ını meskır kılıp etti. Bazarlarda biz tamak yegandek tamak yeydigan, biz mangandek menip yürüdigan bu qandaq peygamber, onun bilen bille agahlandırgıcı boluş için Allah onunğa nemişki bir perişte evetmedi? Ya onunğa bir hazine verilmedi? Ya onunğa meyvelerini yeydigan bir bağ verilmedi? Zalimlar, yani kafirlar, sizler fakat sehirlengen bir adamga ergişivatsizlar dedi. Müşriklarning senin için nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular azdi, to'g'ri yo'l topolmadi. Allah'ning berkiti büyüktür ki, eğer u xohlasa sana ularning aytganlaridanmi yaxshi ostidan o'stanglar iqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz davzaxni tayyorladik. Davzax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular davzaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangragan ovozini anglaydi. Ular zincir bilan bog'langan holda davzaxning tar yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay ölümlerini tilanglar deyildi. Kafirlarning Peygamber aleyhisselam to'g'risida deganlari ularga berilgan radiya va ularning oqibati to'g'risida. Allah Teala bu yerda kafirlarning azg'unlikda turbilishidan, ularning ta'sirlik qilaverishidan va hech qanday pokit isbotsiz haqiqatni inkor qilishidan xabar berdi. Ular özlerinin bu qilmishiga tövendiki bu sebepni ko'rsatdi. Bazarlarda biz tamak yegandek tamak yeydigan, yani umu biz ehtiyojli bo'lgan narsaga ehtiyojli ekan, biz mangandek menib yuradigan bu qandaq payg'ambar, yani umu tijorat qilish va turmushni qamdash uchun bazarlarga berib kelib yurdi ekan. Onun bilen billa agahlandırgıcı boluş için Allah onunğa nemişki bir perişte evetmedi? Yani o dava kılgan neside onun rastçıl ikenlikiga guvakçı boluşuğa Allah Teala tarafından nemişki onunğa bir perişte düşürülmedi? Firavun mu Musa aleyhisselam'a şundak degen idi. Allah Teala onun digenlerini bayan kılıp mındak dedi. Nim için onunğa asmandan altın bilezikler taşlanmadı, ya ki nemişka onun rastlığa guvahlık beriş için onun bilen bille periştiler hemrah bulup gelmedi. Kafirlarning dili birinin yeni birininkiga o'xshib ketgachga Quraysh kafirlarimi mundaq dedi. Ya onunğa bir xazina berilmedi, yani yoki onunğa xarajat qilishi uchun bir xazinaning boyiri deb berilmedi. Ya onunğa meyvelerini yeydigan bir bog' berilmedi. Yani yoki
onunğa u qayaga basa billi bardigan bir bog' berilmadi. Allah Teala'nın kafirlarning degan bu ishlarni payg'ambar alayhisalomga qilib berishi nihoyat osondir. Lekin Allah Teala'nın bularni qilib bermaslikda bir hikmeti bordir. Zalimlar, ya'ni kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergashyapsizlar dedi. Müşriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ya'ni ularning sana bo'hton chaplash yuzidan sening to'g'rongda sehrgar, sehr qiling'uchi, jin chaplashib olgan, yolg'onchi va shoir degan so'zlarining hammasi yolg'ondir va bo'htondir. Bu so'zlarning shundoq ekanligini azroqli aqli va tushunchisi bor kishi biladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ular azdi, ya'ni ular to'g'ri yo'ldan azdi. Azdi to'g'ri yo'l topolmaydi. Chunki haqdan va to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan kishi qayerga yuzlansin, u baribir ozg'inliqdadir. Chunki haq degan birdir. Uning prinsiplari bir gavda bo'lib, bir-birini kuchlantirib turdi. Allah Teala eğer halisa payg'ambarga dunyoda kafirlar degan narsalardanmi yaxshi va esil narsalarni beradiganligidan xabar berib mundaq dedi: Allohning barkati buyukdirki, agar u halisa sana ularning aytganlaridanmi yaxshi ostidan o'stanglar yiqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq dedi: Allah Teala Peygamber aleyhisselam'a bularni dünyada ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Ya'ni ular bu so'zlarni haqiqatga qarab beqish va hidoyatni talab qilish yuzidan emas, balki inkor va tarsoqlik qilish yuzidan deydi. Ularning qiyomat kunining bo'lishini inkor qilishi yuqoridagi so'zlarni deyishga sababchi bo'ldi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz davzaxni tayyorladik. Ya'ni jahannamning o'tidan iborat chidiqsiz og'ritquchi qiziq azobni tayyorladik. Davzax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda, ya'ni jahannam ular to'plangan maydondagi chaqda ko'rganda, ular davzaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek ang'irgan ovozini anglaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular davzaxga tashlangan chaqda qaynab turgan davzaxning eshak ang'irgandek sat ovozini anglaydi. Davzax g'azabdan parchalanib ketishga tasqaladi. Ya'ni davzax Alloh taologa ishonmagan odamga qattiq g'azablanganlikdan ba'zisidan ajrab ketgili tasli qoladi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir ibn Abbasning bir kishi davzaxga elib kelindida davzax qo'rilib, davzaxning ba'zisiga yig'iladi. Mehribon Alloh taolo davzaxga: "Sana nima bo'ldi?" deydi. Davzax: "Bu kishi mendan panoh tilayotdi" deydi. Alloh taolo: "Undaq bo'lsa, bendamni qo'yib beringlar" deydi. Bir kishi davzaxga elib kelindi. O kishi: "Ey Rabbim, seni mundaq qila deb o'ylamagan edim" deydi. Alloh taolo: "Qandoq o'ylagan eding?" deydi. O kishi: "Meni katta rahmatingning o'z ichiga elishini o'ylagan edim" deydi. Alloh taolo: "Undaq bo'lsa, bendamni qo'yib beringlar" deydi. Bir kishi davzaxga elib kelindi. Davzax uni xuddi qijir arpini yalmab yutgandek yutdi ve qattiq bir ovoz chiqardi. Bu ovozdan qo'rqmagan bir odammi qolmaydi deganlikni rivoyat qildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh.
Devzaq ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular Devzaqning g'azabdan qaynagan va eshikdek hangragan ovozini anglaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Ubayd ibn Umayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jahannam qattiq bir ovoz chiqardi-da, bir mu Alloh taologa eng yaqin farishta va payg'ambar mu qolmay qo'rqqanlikdan bütün a'zoyi titirgan holda yerga dum tushdi. Ya'ni sajdaga bordi. Hatto İbrahim alayhissalom mu qo'rqqanlikdan tizlinib qilib, "Ey Rabbim, men bugun o'zimni qutuldirishni so'rayman" deydi. La havla va la quvvata illa billah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ular zincir bilan bağlanan holda Devzaqning tar yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ya'ni ichinish va hasrat bilan o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyildi. Ularga aytqinki, şu Devzaq yaxshimi yo taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joyidir. Ular jannatda xohlagan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Rabbingdan ishqa oshirish tilinadigan va'dadir. Jannat bilan Devzaqning farqi to'g'risida Alloh taolo bu oyatida payg'ambari Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana sifatlab bergan yüzlericha jahannamga elib kelinadigan jahannam ularni turilgan chiroy, g'azabdan qaynagan va eshikdek hangragan ovoz bilan ko'tarib oladigan, kutib oladigan, ular midirlashqa, yordam so'rashqa va qutulib chiqishga mumkin bo'lmaydigan holda zincir bilan bog'lanib Devzaqning tar yeriga tashlangan badbaxtlarning mushu holi yaxshimi yoki uningda barliq shirin yeydigan va ichadigan narsalar, esil kiyim-kechaklar, oliy joylar, chiroyli manzillar, bulardan boshqa uningda yana ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, biror kishining ko'ngliga tushib boqmagan narsalar bor bo'lgan, Alloh taolo mu'minlarga va'da qilgan, ular dunyoda Alloh taologa bo'ysunganlik uchun Alloh taolo ularga mukofot qilib tayyorlagan, ular uningdan boshqa yerga yutkilib ketmasdan va yutkilib ketishni xohlamasdan uningda abadil abad mangu qoladigan jannat yaxshimi deydi. Bu Alloh taoloning mu'minlarga qilgan marhamatidir va yaxshiligidir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: "Bu Rabbingdan ishqa oshirish tilinadigan va'dadir." Ya'ni bu Rabbingdan bo'lishi cho'qim bo'lgan va'dadir. Alloh taolaning bu so'zining beshida, Alloh taolaning bu surining beshida Devzaqning bayonini keltirib bo'lib, ondan jannatga kirguchilarning ahvolini bayon qilishi, Sura Safatda beshida jannatga kirguchilarning ahvolini, ular huzurlanayotgan nozik ne'matlarni bayon qilib, ondan do'zaxga kirguchilarning ahvolini bayon qilishiga o'xshaydi. Alloh taolo Sura Safatda jannatga kirguchilarning ahvoli bilan do'zaxga kirguchilarning ahvolini bayon qilib mundaq dedi: "Bu ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqqum darximi? Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik.
Şübhisizki u cehennemning qahrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular şübhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'saqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashmasini ichidi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim davzax bo'ladi. Ular haqiqatan ota bobolarni gumroh bildi. Ular ota bobolarining izlaridan yugurdi. Shu kunda Allah ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarni yig'idi. Ondan Allah ularga: "Mening bu bandalarimni sizlar azdidinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari azdimi?" deydi. İbadet qilinguvchilar aytadi: "Ey Allah, sen paktirsan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening mahluqotingdan hech ahdiga loyiq emas. Lekin sen ularni va ularning ota-bobolarini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ular halok bo'luvchi qavm bo'ldi. Shubhisizki ibodat qilinguvchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkor qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dab'i qilishqimi va bu baladan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishkimi qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimiki Allohga shirik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. Müşriklarning ilohlarining qiyomat kuni müşriklardan ada juda bo'ladiganlik to'g'risida. Alloh taolo kofirlarning Alloh taoloni tashlab qo'yib, farishtalarga va ulardan boshqa narsalarga ibodat qiladiganligi uchun qiyomat kuni tanqid qilinadiganligidan xabar berib mundaq dedi: "Shu kunda Alloh ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarini yig'idi. Mücahid ular ibodat qilgan narsalar bo'lsa, İsa alayhissalom, Uzayr alayhissalom va farishtalardir dedi. Ondan Allah ularga: "Mening bu bandalarimni sizlar azdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari azdimi?" deydi. Ya'ni Allah Teala ibadet qilingan narsalarga sizlar u bandalarimni meni tashlab qo'yib o'zinglarga ibodat qilishga chaqirdinglarmi yoki sizlar ularni chaqirmasanglarmi o'zlari kelib sizlarga ibodat qildimi deydi. Allah Teala o'zining mushundaq so'raydiganligini bayon qilib mundaq dedi. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey Maryam o'g'li İsa, sen kishilarga Allah'ını qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi?" İsa aytdi: "Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishlik bo'lmagan narsalarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Yani mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim ve sizlerning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Şuna Allah Teala ibadet kılınan şu neslenin kıyamet günü berildiğin
javobini bayon qilib bundoq dedi. İbadet qiling'uchilar aytadi: "Ey Alloh, sen pokdirsan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening mahluqotingdan hech ahdiga loyiq emas. Ya'ni biz bo'layli yoki ular bo'lsin, hech mahluqning sendan boshqa birisiga ibodat qilishi durust bo'lmaydi. Biz ularni bizga ibodat qilishga chaqirmadik, lekin ular bizning buyruqimizsiz va roziligimizsiz o'zlaricha bizga ibodat qildi. Biz ulardan va ularning ibodatlaridan ado judodirmiz." Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: "O kunda Allah ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob olish uchun yig'di. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytadi: "Sen pokdirsan, bizning do'stimiz ular emas sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi." İbadet qiling'uchilar aytadi: "Ey Allah, sen pokdirsan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening mahluqotingdan hech ahdiga loyiq emas." Bu oyatning yana bir xil qiroati bo'lib, u qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi bir kishining bizga ibodat qilishi loyiq emasdir. Chunki biz sana ehtiyoji tushadigan bandalardirmiz deganlik bo'ladi. Bu oyatning bu ma'nosi bilan buning ilgirki ma'nosi bir-biriga yaqindir. Lekin sen ularni va ularning ota-bobolarini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ya'ni ularning ömürleri şundak uzun bo'ldiki, hatta ular hech shirk keltirolmay sana ibadet qilishdan iborat payg'ambarlarning tili orqali ularga tushirgan da'vatingni unutdi. Ular halak bo'lg'uchi qavm bo'ldi. Hasan Basri va Maliklar Zuhrining bu oyatning ma'nosi ular yaxshilik yo'q qavm bo'ldi deganlikni rivoyat qildi. Shubhisizki ibodat qiling'uchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkor qildi. Ya'ni sizlar Alloh taolani tashlab qo'yib ibodat qilgan narsalaringlar sizlarning ularni bizning egilarimiz ve bizni Allah Teala'ga yaqinlashtirdi degan so'zinglarni inkor qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamnimi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dab'i qilishqimi va bu baladan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishgimi qodir bo'lolmaysizlar. Ya'ni kafirlar o'zlaridan azobni qaytarishgimi ve o'zlariga yordam berishgimi qodir bo'lolmaydi. Sizlardan kimki Allohga shirk keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Furqan suresi tefsirinden 19. ayetkiçe anladığımlar. Ahirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.